Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zeus Minecraft. Biz bugungi videomizda qishloqi bilan survival qilamiz. Demak, biz boshladik. Biz esa birinchi daraxt chopishdan boshlaymiz. Qishloqi, tayyormisan survivalga? Ha, tayyorman. Yaxshi, daraxt chopib menga olib kelgin. Endi nima uchun senga olib olaman? Mana men tosh qazishni boshladim o'zi. Xo'sh, mana yaxshi. Juda yaxshi ketyapti. Yaxshi deysanmi? Pachog'ali. Pachog'ali so'zini qayerdan o'rganding? Bunday so'zlar bizda yo'q-ku, qishloqi. Yo qishda o'rgandingmi qishloqini? Qishloqini olsak qishloqi bo'ladi. Demak, maqsadimiz do'stlar, sayohatga chiqamiz, har xil narsalar ko'rib turib, o'zimizga bir uy quramiz. Demak, topor yasab olamiz. Yaxshi. Juda yaxshi ketyapti qishloqi. To'xta. Arqamdan yetib olgin o'zi, Men to'xtamayman. O'tib ham ketdim-ku. Yaxshi, nima aytib to'xtadim? Epikni sahna qilaymi? Epik sahna. Sen bitta burningni qarab qo'y qani. Osilchaq burun. Osilchaq. Nima qilyapsan? Aji. Uch. Xo'sh, ketdik endi bo'lmasa. Qishloqqa to'xta. Yetib ol. Mol o'ldirdingmi, mol? Ha, mol o'ldirdim. Nima ishing bor edi menda, Men tinchgina o'zim yuruvdim. Nimaga ketib olyapsan sen? Kelmagacha. Men bu yerga nima blok qo'yasan? Yana bitta qo'yvorsan. Mana. Qishloqqa nima deyapsan o'zing? Nima deb ottasan sen? Men ovqatim kam qoldi. Ovqat ber menga. Ovqatim yo'q meni. Ber sen menga, Ota azizdir, otadan otasi azizdir. Qishloqqa emish. Xo'sh, mana shunday qilib urgan ashini, cho'chqa go'shtini yeysan sen. Yeymanda endi go'sht qolmagandan keyin. Tushmadi o'zi. Yaxshi. Qishloqqa menda ovqat juda kam qoldi. Berib tursang yaxshi bo'lardi-ku. O'zimda yo'q-ku, qanday senga beraman? Hali pishirganim ham yo'q. Qishloqqa уже tun tushyapti, demak. Biz xavfga tayyor turishimiz kerak. Skeletlar chiqadi hozir o'zi. Qo'y top deysiz, yotoq yasash kerak hali. Xo'sh. Mana egachaki, baq. Tum-tak, tum-tak. Qanday qo'shiq aytyapsan, Boshda og'rib qoldim. Tum-tak, tum-tak. Bu qo'shiqni bilmaysan-da, buning nomi Tum-tak. Yaxshi. Qayerdasan? Ketib qolyapsan. Hozir yetib ol. Do'stlar, biz tepada baza qurba ham oldik. Kechasi tushdi, u esa endi yotoq yasab oldi. Menda esa bitta yetmayapti. Qishloqqa semarga tovib kelarsan unga. Xo'sh, topib kelasanmi? Nima men topib kelaman? Topib kelishim ham mumkin. Pastda zombilar ham yuribdi-ku axir. Qanday topib kelaman men senga? Topib kelasan-da endi. Xo'sh, mana shu yerdan taqqa sakraymiz. Xo'sh, yaxshi. Kechasi bitta qo'y ko'rib qoldim, o'shani o'ldirdim deb oxiri. Mana senga. Ko'proq bergan bo'lsang, kamon yasab olaman. Xo'sh, yaxshi qishloqqa ana mollar turibdi, o'ldiramizmi? Mayli, o'ldiramiz. Creeper, to'xtab tur, o'zim o'ldiraman. Yappa. Nima portlamayapti bu? Mana senga. Appa. Konga tushamizmi qishloqqa? Konda nima qilasan? Bu yoqqa yur. Mollarni o'ldir, ovqat to'pla.
Katta hozir nima qilasan? Mana maqsadimiz olmos yoki oltin topish emas. Sayohatga chiqamizmi? O'zimizga bir uy quramiz xolos-ku. Mana shu yerdan sakray olasanmi sen? Nimaga sakrayman? Hozir o'zi chiqib oldim-ku. Sen hali ham chiqalganing yo'q edi. Men sendan chaqqonman-da. Qishloqqa zo'r joy topdim, zo'r joy. Mana shu daraxt oldiga qursak nima deysan? Yo'q, bo'lmaydi. Tog'ning ichiga quramiz. Nimaga bo'lmaydi? Daraxtning oldi yaxshi-ku. Daraxtning oldiga ko'p blok ketmaydi desam yo'q. Rostdan ham sening gaping to'g'ri. Mashinadan quraveramiz. Chunki tog'ning ichiga ko'proq xonalar qurish mumkin. Bizga hozir yetti qurish uchun juda ko'p blok kerak. Uning uchun ancha vaqtimiz ketadi. Demak, biz tog'ning ichida qurishni boshlaymiz, do'stlarim, mana. Qishloqqa o'zingga nima qilyapsan sen bu yerlarda? Mana. Yaxshi. Biz esa mana shu yerdan o'zimizga xona ochamiz. Xonamiz juda chiroyli chiqish kerak. Yaxshi, juda ham yaxshi ketyapti hozircha mana. Biz mana shu daraxtdan esa jarohat olishimiz kerak, chunki bizni kerkamasida va bizga sandiq va verstoklar kerak bo'ladi juda ham. Shuning uchun bizga taxta kerak mana. Eshik ham yasab olganmiz, bitta otib qoldi. Xo'sh, 3 ta berar ekan, demak mana shu yerga qo'yib turaylik va biz o'zimizga kerka yasab olamiz. Do'stlar, eslatib qo'yaman, bu birinchi qism emas. Bu bitta qism bo'ladi, xolos. Xo'sh, bundan oldingi o'zimning suruvlarimni ham ko'rishni sizlarga maslahat beraman. To'g'rimi, qishloqqa? Ha, ko'ringlar. Yaxshilab ko'ringlar. Qanday itlarni bo'qini chiqarganini ko'ringlar. Ko'rmasalar bu yig'laydi. Ertaga menga qishloq aka ko'rmayapti videoyimda bular deb harhasha qiladi. Eldayapti do'stlar, u harhasha qilmaymanmi? Eldayapti u. Sizlarni lo'q qilyapti. Tushundingmi? Balkiga sen mana egacha ke. Nima? Qo'ya. Biya. Xonang mencha kichkina. Menikini ko'rsang o'lib qolasan. Qara. Xo'sh, sandiq yasaymiz endi do'stlar, biz o'zimizga. Qishloqqa senga ham sandiq yasaymi? Ha, yasa. Rosa kerak edi. Bitta yetadi. Bo'ldi, bitta yesa yetaveradi. Yo'q, bu yerga emas, mana shu yerga bitta va mana shu yerga bitta qo'yamiz. Xo'sh, qishloqqa senga sandiqni olib ketyapman. Xo'sh, menga tashlab qo'yaver. Hozirda men temir pishiryapman. Hop, mana tashlab qo'ydim. Xo'sh, chiqib ketamiz do'stlarim. Mana shunday uyimizga borib kelamiz. Xo'sh. Hozircha yaxshi ketyapti. Demak, qishloqqa menga qilich berasanmi? Ha, qilich beraman. Temirdan yasadim, obo. Balki endi hammang yo'yaman mana egachaga. Yoyib, poyib tashlayman. Shum bola. Chum bola. Xo'sh, mana shularni olamiz va tovuqni ham. Qishloqqa tovuq yemaysanmi? Qornim to'q, men tovuq yemayman. Tovuq yemasang menga farqi yo'q. Farqi yo'q bo'lsa menga farqi yo'q. Nimaga seni sovuting ko'nib turibdi? Menga sovut yasamadingmi? Sovut qayta yasayman? Ishtonimni beraymi? Ishton menga kerak emas. Do'stlar, videoni ko'rdinglar. Bu bizning xonamiz juda chiroyli chiqqan. Do'stlar, videomizga like bosing va bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ciao.